1-yanvardan yer osti suvlariga to'lovlar joriy qilinadi degan ko'p ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. Bugungi kunda xalqimiz haqida suv tanqisligi sababli o'zini shaxsiy tomorqasida quduq qazigan yoki boshqa qilgan suv chiqargan, ertaga 1-yanvardan bunga yana to'lovlar joriy qilinadigan bo'lsa, qanchalik to'g'ri bo'ladi? Shunga bir izoh bersangiz. Yer osti suvlari bo'yicha o'zi soliq bor, to'lovlar mana agar bir sutkada 50 kubgacha demak suv olayotgan bo'lsa, u o'zi nima qilayotgani uni nazarda tutilmagan. Bu kattaroq miqdorda masalan skvajinalar qurib, elektrlashtirib, u demak katta miqdorda suv bo'lsa, ularni demak hujjatlashtirilishi ham, ularning to'lovlari ham qattiq nazoratga olinadi. Chunki masalan oddiy agar uyda kachalka deymiz o'zimiz tilimizda, oddiy bir aytaylik 50 taga yaqin yoki 30 ta moli bo'lsa, o'shani sug'orishga oladigan kishilarga umuman ta'sir bo'lmaydi. Bu faqatgina masalan katta maydonni sug'oraman deb yer osti suvlariga juda salbiy ta'sir qiladiganlarga tegishli bo'ladi.